Bu tanklar bilan hozir $500,000 ga o't ochiladi. Va ulardan qolgan pulni men Blake'ga beraman. San omadingga men kartamni beraman. Sen xohlagancha pul ishlatishing mumkin. Seni vazifang bu pullarni biz otadigan tanklardan saqlash. Ya'ni xohlagancha quramanmi? Xohlagan narsani, lekin senda 24 soat bor. Undan keyin tanklardan o't ochamiz. Temir kerak, ketimdan bolalar. U yugurotdi, biz yugurishdan boshladik. Xo'sh Blake, birinchi bo'lib qayerga borasan? Menimcha axlatxona. Birinchi 3 soatni Blake temir qidirishga ketkizdi. Pullarni saqlab qolish uchun. Xo'sh, menimcha bu yerda temirlar bor va hammasiga $30,000 ketdi. Aniq shuni olaman, shuni va hammasini. Ya'ni senga hamma mashinalar kerak. Aha. Menga bitta konteyner sota olasizmi? Ketimdan yur. Ha, zo'r. Pullarni ular bilan yopsa zo'r yordam beradi. Blake bitta axlatxonani sotib olganiga qaramay, u boshqa ikkita axlatxonada shu ishni yana takrorladi. Men hamma sotib oladigan narsamni 12 soat ichida yetkazib berishingiz shart. 12. 2 barobar to'layman. Bo'ldi, yetkazamiz. Uzudlik bilan pullarimni ishlatib tashatdi. $15,000. Temirlarni olib kelgunligicha biz pullarni oldiga qaytdik. U yerda Blake bizga rejasini aytib berdi. 1 soat reja tuzishga ketqizding. Tanklar o'qlaridan pullarni qanaqa qilib saqlab qolasan? Birinchi qadam men konteyner bilan pullarni bekitaman. Bu juda aqlli. Ikkinchi qadam bak to'la suv bilan. Bu yaxshi himoya deb o'ylaysanmi? Yaxshi, lekin zo'r emas. Uchinchisi konteyner ichi g'ish, hashay va daraxt bilan to'ldirilgan. To'rtinchisi, eng muhimi, mashinalar yordamida to'g'ri qurilgan bino. O'tgan videoda o'qlar mashinaga tegib rikoshet berganini ko'rganman. Agar u rostdan ham shu ishlarni qilsa, men o'ta hayron qolaman. Ishni boshlaymiz. Omad. Afsuski Blake buyurtma kelishini 4 soat kutdi. Shuning uchun u unga yordam beradigan ishchilar guruhini yig'di. Men hech kim buzolmaydigan bino quryapman. Atom bombasini tashlamaysizlar, pullarga hech narsa qilmaydi. Bu sanoat qurilishiga o'xshaydi-ya. Men Blake pullarni saqlab qolishiga ishonchim komil bo'lishni boshladi. Lekin $500,000 tanklardan saqlanib qolishiga qaramay, bu u himoyalanish kerak bo'lgan 4 tadan endi birinchi hujum. Va meni gapimga ishoninglar, keyingilari undan-da qiyinroq bo'ladi. Qolgan kechada Blake va qolgan ishchilar pullarni saqlab qolish uchun ishlashdi. Lekin quyosh chiqquncha ular hamma ishni tugatmagan ekan. Ha, zo'r. Bu yerda pullar, tanklar esa bu yerda. Bu mashina u yerda nimaga turibdi? Bu qolib ketgani bolakay. Qoldiqlaringni pul bilan tank orasiga qo'y. Menga 10 minut ber, bu mashina u yoqda bo'ladi. 5 daqiqa qoldi. Menimcha boshqa hech narsaga ulgurmayman. Vaqt tugadi. Stop, vaqt tugadi. Tasha. Uzoqroqqa ket. Blake, vaqt tugadi. Mustahkamga o'xshaydi. Tanklardan otamiz. 25 soatdan beri oyoqdaman. Hammasini qurdim va yana qurdim va mana hammasiga qarayapman, zo'r ko'rinyapti. Lekin aylansam 5 ta hayvon turibdi va ular otadigan o'qqa ko'ryapman. Ular juda ham katta ekan. Konteyner ularni to'xtatadi deb o'ylaysanmi? Hech bo'lmasa 3 tasini to'xtatadi. Voy jalil. Mayli, boshlaymiz. Tanklarni o'qlaylar. Xo'sh, bu tanklar soni pullaringga nishonlangan va ulardan 20 ta o't ochiladi. Blake, birinchi bo'lib sen otasan. Changlarni qaranglar. Yuziga qara. Blake yuziga qara, uni pullari aniq uxladi. Yana 19 ta qoldi. 19 ta o'q bor. Chandler o't och. Wow! Bu juda ham qiziq. Wow! Yo xudo. Shu yerdan turib konteynerlarda 8 ta teshik ko'raman. Ha, men ham ko'ryapman. Pullar 100 talik uxladi. Men sendan qalay ekan deb so'rardim, lekin undan ko'ra qolgani bilan otamiz. Tezroq tugataylik. 5 ta o'q. 4 ta qoldi. 3 tadan o'q qoldi. O'tda necha pul yotibdi? Menimcha yana 2 ta o'q qoldi. Va albatta Blake oxirgisini otadi. Men uchun sharaf. Undan keyin pullar saqlandimi ko'ramiz. Yugurdi. Yugurib ketdi. Muncha tez. Pullar saqlandimi? To'xta. Ular butun. Ha! Blake, seni pullaring saqlanibdi. Ketdi. Sen xursandligini bilaman, lekin ikkinchi fazaga o'tamiz. Va 24 soatdan keyin biz bizning kanal tarixidagi eng katta portlashni qilamiz. Sen uni tepadan tashlaysanmi yoki to'g'ridan otasanmi? So'raganingdan xursandman, hozir qaytaman. Blake, nima deb o'ylaysan? Bu yashil qutichalarda nima? Men bilmayman buni. O'rningga javob beraman. Bu 100 ta qutilar butunlay trotil bilan to'ldirilgan. Senga buni kim ruxsat berdi? Menimcha bu qonuniy emas. Biz YouTube'dagi eng katta portlashni tayyorlagunimizcha Blake pullarni qanaqa qilib saqlashni o'ylab turdi.
Birinchi qadam tez yonib ketadigan narsalarni yo'q qilish. Hamma daraxtlarni yo'qotamiz. Ikkinchi qadam qo'shimcha suv. Uchinchi qadam hamma bor konteynerlarni bu yoqqa olib kelish. Ularni hammasini birga qo'ymoqchiman. To'rtinchi qadam bu devor, sement, g'ishla va kerak bo'lsa mashina. Portlash tanklardan ko'ra xavfliroq. Seyf portlatganinglardan kattaroqmi? Ha, ichidagi hamma narsa yo'q bo'lib ketgandi. Ha, mayli. O'tgan safar u 250 ming dollar yo'qotdi. Buni takrorlaymizmi? Yo'q. Blake shu paytgacha bir kundan ko'proq uxlamadi. Shuning uchun u yaxshilab uxlab turgunicha ishchilar ishini oxirigacha bitirishini ishonib yotdi. Ha, men uxlashga ketdim. Sizlar bilan Blake edi. Hammaga xayr. Lekin juda charchab ketganiga Blake o'ylagandan ko'ra ko'proq uxlavordi. Xo'sh, men moldek uxladim. Endi kechasi nima ish bo'lganini ko'ramiz. Yarmisi bombosh. Ya'ni men bo'lmagan paytim hech nima qilishmabdi. Atiga 6 soat qoldi. Blake qo'lidan kelgancha ishni qildi. Zaif joylarni zapchastlar bilan yopdi, g'ishlar bilan va mashinalar bilan. Yaxshi ko'rinyapti, zo'r. O, Mr. Jimmy. Men nimani ko'rarkinman? Eshitayotgan bo'lsang, maktab avtobuslarini olib kelishyapti. Ularni sana oldinga qo'yishadi. U yerda bolalar yo'q degan umiddaman. Bu kichkina avtobus. Men bu haqida so'ramadim. Bu bizning yangi festivals, yangi tam, yangi maza. Blake yeb ko'rasanmi? Ha. Men unga shikolatni bekorga bermadim. U alaqisib avtobusni qatga qo'yish esdan chiqish kerak. To'g'risini aytsam, bu hammasidan zo'r ekan. Hamma boshqalari. Men rostdan kimdir shikolat xolayaptimi? Oh, wow! Sen buni oldingmi? Hoy Blake, babax bo'lish uchun 5 minut qoldi. Menga 10 minut kerak, yana 5 daqiqa qo'sh. Senda 4 minut. Bro, ularga suv sepib tashlaysan. Menimcha ularga yoqyapti. Menimcha ularga yoqmayapti. Ular mashinadan tushyapti. Ularda 90 soniya qoldi. Blake, vaqting kam qoldi. Bo'la qol, bo'l. Hoy, 5 soat o'tdi. Bo'ldi, to'xta. O'chir. Hoy Blake, o'chir hamma narsani. Hozir pullarni olib qo'yaman. Bo'ldi, bunkerga ketdik. Sen tanklardan zo'rg'a saqlanding. Ko'ramiz, senda yana o'xshirmikan? Quyosh tushib, saqal kechira tushsincha, bu bizning tariximizdagi eng katta portlagan bomba bo'ladi. Bu hayotimdagi birinchi bomba. Blake, asabiylashyapsanmi? Ha, men terlab ketdim. Bu uskuna portlatadi. O'sha Biz efirdamizmi? Ha, efirdamiz. 2 kun ish, 17 ta mashina, 6 ta suvli bak, 4 ta konteyner, hammasi esa 500 ming dollarni saqlash uchun. Ko'ramiz, boyib ketasanmi yoki uyga hech nimasiz borasanmi? Tayyor bo'lganingda bos, Blake. 3 2 1 Oyijon, sizni yaxshi ko'raman.